Kelinglar, kelinglar, meyve chevi elinglar. Kelinglar, o'xshigan meyvelar mana bu yerda. Qani kelinglar, xaloyiq. Alma elinglar, ürik elinglar. Ha, qani xaloyiq kelinglar. Meyvelarni azam beryapman. Mana kelinglar. Kelinglar, alma elinglar, ürik elinglar, xaloyiq kelinglar, meyve chevi elinglar. Kelinglar, meyve chevi elinglar. Bova qarang, o tarafda ajoyib o'xshagan olmalarni setib turibdi. Bizga nozu ne'mat ato qilgan Allohga shukrlar bo'lsin. Mana kelinglar. Bova, olma elib bering, olma elib ketdi. Bo'ladi, sizlarga olma elib beray bo'ladi. Meyve chevi salomatlik foydali. Kunda muvofiq miqdorda meyve chevi yeb bersanglar, sog'lom, aqlli cho'g'ilsin. Amsa elib bering, bova. Ha, kelsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelsizlar. Qaysidan beray? Olmani qandoq sotdingiz bolam? 1 kilosi 1 so'm tag'a. Undaqda men olmadan 1,5 kilo olay bolam. Ha, mana mevalarimiz bakmo tamlik. Mavu tizib qo'yguningizdan bersingiz qandoq? Hammasi o'xshash tag'a. Biz buningdan olamiz. Ukam, tizib qo'ygunimni satsam bo'lmaydi. Olmangiz siz chiqib qolsa qanday qilamiz? Hargiz undaq chiqmaydi. Men mushundaq sotaman. Olamsizlar, olmamsizlar. Soda setiq deganda mushundaq ko'z bo'yamchilik qilsangiz bo'lamdi bolam. Sizlar olma olg'ili keldingmi yoki menga soda axloqidan dars o'tkilami? Tazimi? Qarang bolam. Soda tijorat, soda axloqidan ayrila olmaydi. Dinimiz kishilarga to'g'ri durust muomala qilishni, chiroyli gap qilishni buyurgan. To'g'ri dedilar tag'a. Meni kechirsizlar. Shaytonning kayniga kirib qo'pollik qilib saptiman. Kechirsizlar. Qani tanlasizlar. Qaysini tanlasizlar? Shuningdan tatib beray. Avuningdan olay. Tanlaganlarini tatib berdim mana tag'a. Alsizlar. Bova, mushu bog'chada o'tiraylik-ku. Bizga payg'ambarimizning hayoti haqidagi hikoyaning davomini aytib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi qizim. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan qitim Abrahaning qo'shinlari Zunafar ismli qo'mondonni Abrahaning oldiga ilib kelgan edi. Nemishqa bizga qarshi chiqsan? Ka'bani qo'g'dash uchun. Ko'ni bir uyni qo'g'dash uchun o'zingni va odamlaringni qurbon qilishga arzimdi. Qani ayta. Biz Arab qabilalari heligo, biz ulug'laydigan Ka'ba ekan, qo'tonlarimizdagi chorva mollarimiz talon-taroj qilingandimi, qarab tura olmaydigan haqmiz. Agar seni qo'yib etsam, sen yana bizga qarshi urush qilamsan. O'lib ketguncha kurash qilaman. Bizni yo'limizdan hargiz qaytara olmaysan. Sen lazodi qandoq haq? Asli qallongni olmoqchi edim, lekin sen intoyin qaysar bir qo'mondan chiqalsan. Xayr. Hozircha qallongni olmay turay. Mendan buyruq kelmagicha buningga chiqilmanglar. Abdullahning ahvoli qandaqroq? Bir xilli turdi. Beshining og'riqi qo'yib beridigandek emas. Ukam nima kasal bo'lib qolgandi? Hech bilmayapman. Issiq o'tib qoldimikin deyman. Issiq o'tib qolgan bo'lsa, bir haftagacha saqayib bo'lar edi. Lekin uning ahvoli bir xilli turibdi. Yasrib shahrida tevibga ko'rsatib baqsaq bo'larmikin? Tevib manfaat qiladigan dori bersa, balkim saqayib qolar. U tezroq saqaysa bo'ladi. Saqayib qoladi. Tayyorliklar tutib qoldimi? Ha. Tutibmi qoldi. Undaqda karvonning yoniga boraylik. Neymiş buluvatdı bu nima odamlar? Endi boshqa bir arab qabilasining otliq qo'shinlari hujumga yetibdi. Tez berib ularni to'sib ol. Bosh ustiga olinglar. Qo'mondoninglar kim? Mana men. Isming nima? Nafil. Qabildagi o'rningchi? Qabila boshlig'i. Ayta, bizga nima deb hujum qilding? Sizlar nima uchun bizning tuproqimizga tajovuz qilsizlar? Kim ekanligimni bilamsan? Batur Abraha degan mana men bo'laman. Endi tanidingmi? Nomini sen kelishdan burun anglaganmiz.
Aramızda hech qanday to'qinish yo'q. Lekin sizlar nima uchun tuprog'imizga tajovuz qilib kirsizlar? Sizlarning odaminglardan biri chirkovimizga kirib buzg'unchilik qildi. Buni bilamsan? Sen shu kishining kimligini bilsang menga deb bergin. Uni o'zimiz jazolaymiz. Nam nishonsiz bir odamni deb barliq arablarga hujum qilsanglar odillik bo'lamdi. Qo'mondon Nafil, agar sizlarni qo'ymasam, bizga Makkaga boradigan yo'lni ko'rsatib qo'ya olamsan? Pullaringni beshimga dastatsangmi, hargiz deb bermayman. Voh, o'lgur yalon to'sh, menga qarshi chiqishga petinib otamsan? Ko'gligingni ko'rsatmasam sana, buni ko'zimda yo'qot. Nimanda tugumaydigan cho'l bu. Oldimizdagi Toyif shahri olilari. Makkaga yana qanchalik qoldi? Makkaga xeli bog'u deyman. Avu nima odamlar qo'mondon? Yana shu arab qabilalari ekan. Odam avatib kimligini aniqla. Bosh ustiga. Nima qildiganlarkan? Toyifning oqsoqollarimiş, sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Menda nima ishi bor ekan? Bilmadim oliylari, janoblari bilan ayrim ko'rishishni talab qilyapti. Qo'mondon, mush yerda bargoh quringlar, askarlar birdam orom olsin. Qani men ular bilan so'zlashib baqay. Qarshi olaman Toyif oqsoqollari, Peqir bilan ko'rishmoqchi bo'psizlar. Menda qandoq ishinglar bor edi? Biz Toyifning cho'nglari yig'ilib, janoblarni qarshi elish uchun oldilariga chiqdik. Janoblarga beradigan sovg'imiz bor edi. Ko'p tashakkur. Ismi zotinglar kim bo'ladi? Men mas'ud bo'laman. Yenimda o'ltirganlar tog'larimning o'g'illari bo'ladi. Hammamiz bir jamiyatdan bo'lamiz. Janoblarni qarshi olg'ili oldilariga chiqqan edik. Qarshi olaman, sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Qaytishimda sizlarni Yamanga taklif qilaman. Sizlardek yurt oqsoqollari bilan ko'rishganimdan intayin xursandman. Qabul qilishlariga erishganligimiz uchun minnatdormiz oliylari. Qani beqinglar, yanglar. Billi g'izolanayli. Ey Toyif oqsoqollari, sizlar bu yerlarni bizdan yaxshi bilasizlar. Shundoq emasmi? Yo'qsa oliylari, o'zlari bizdan yaxshi bilalar. Rostini aytsak, bu yerlardan tunji qitim mengishimiz. Bizga Makkaga boradigan yo'lni deb bersanglar, ko'p xursand bo'latdiq. Janoblarning nima vajidan kelganligini obdan bilamiz. Biz mushu arab qabilalariga o'xshashla Ka'bani muqaddas bilamiz. Bu joyni ulug'laymiz hamda yomonliklardan qo'g'daymiz. Shunga xafa bo'lsalarmi janoblarga u joyning yo'lini deb bermaymiz. Arab qabilalariga va toifliklarga xiyonat qilib, Tangrining uyiga buzg'unchilik qilg'ili kelgan kishiga yordam qo'limizni sunolmaymiz. Hali mosiliga qarshi chiqmadik. Eng yaxshisi bu ish mushiyada tugusin. Janoblarimi qo'shinlarini boshlab qaytib ketsinlar. Xalq yurt to'rlarining qarori sabablik xotirjamlik yoki ma'lumotchilik ichida yashaydi. Asli chirkovimizni buzgan odamni tutib, uni jazolashga qasam ichgan edim. Xotirjam bo'linglar, sizlarga chekilmaymiz. Do'stligimizni qo'g'dab qolamiz. Qaravul, kimni ep kelding? Arablardan biri sizlar bilan ko'rishni talab qilib turib oldi. Ismini so'rdinglarmi? Abu Raqqal deydi. Abu Raqqal? Qani epkiringlar, balkim u bizga Makkaga boradigan yo'lni aytib berar. Sultan aliylariga salom. Anglashimcha bu atrofni sen bek obdan biladi ekansan. Bu rasmi? Shundaq sultanimiz Makkaga qarab ketib o'tiblar. Eng qisqa yo'lni ko'rsatib qo'yish uchun huzurlariga kelishim. Barakalloh, bizga qo'shilgin. Rahmat aliylari. Men ko'rgan boshqa arablarga ancha o'xshab ketmaydi ekansan. Nima vajidan bizga yo'l boshlamoqchi bo'lding? Ajiba sen ular bilan bir dinda emasmi? Ular bilan bir dindiman.
Sizlarga yaxshilik qilay deb kelishim. Makkaning yo'llarini janoblarga men ko'rsatib qo'yay. Aqlli odamkansan. O'z odamimiz bo'lib qolding. Qani aytqina, Kabiga eng yaqin yo'l qaysi? Kabiga yaqin yo'ldan bir qanchasi bor. Sizlarni eng yaqin yo'ldan boshlab boraman. Buningdan qilchi shubhalarmizlar janoblar. Yana qanchalik maqsaq Makkaga yetib boramiz. Tezroq borsak, Alloh xolisa, sizlarga Abu Raqalning nemishqa yo'l boshlamoqchi bo'lganligini, to'g'ri yo'lga boshildimi yoki xato yo'lga boshildimi, shularni so'zlab beraman bolalar. Menga endi ruxsat qilinglar. Bir birodarim bilan ko'rishishga deyishib qo'ygan. Kechikib qolsam bo'lmaydi. Sizlarmi uygunishinglarni qilinglar qo'zlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va